Assalomu alaykum. Biz yana bir fayzli joyga naqsh chiqarib bergan keldik. Bu joyimiz ofis. Ikkinchi qavat, 750 kvadrat metr, remontdan keyingi holat. Kafelga bo'lgan klassikadan ko'rasizlar. Ahvoli og'ir holatda. Chiroyli holatga keltirishimiz kerak. Hop. Bu yerda ham xonalar bor, bu yerda ham xonalarimiz bor. Atroflarni archimiz kerak. Mana zanamizga kattadan ko'rasizlar. Narxlarni kelishsak, chiroyli holatda tozalab beramiz. Sizlarni ham shunaqa katta zananglar bo'lsa, Toshkentga murojaat qilinglar. Boramiz, ko'ramiz, narx chiqarib beramiz. Narxlar ma'qul kelsa, xudo xolisa chiroyli qilib tozalab beramiz. Salomat bo'ling.